Kamerani qo'shib gapiring. Rahmatullo aka, kamerani qo'shing. O'zi tanishtirib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kamerasi o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi agar ovoz qotib qolyapti. Gapiring endi. Bo'lmadi. Kengsi. Sherxon Rasul bo'ldi. Eshitilyaptimi Sherxon Rasulov? Sherxon Rasulov. Atxam aka gapiring, Atxam aka. Atxam aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hokimlardan sizlar yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisiz? Men Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida Mustaqillik ko'chasi 31-uyda turaman. Aha. Hozir ko'chamizda hozir Rossiyadaman. Qaysi shahrida? Irkutskda. Aha. Nima masala bor, Atxam? Masalamiz ko'chamizda suv yo'q. Do'stlikdami? Ha, Do'stlik mahalla Mustaqillik ko'chasida. Do'stlikka ham suv o'tkazildimi? Domga tortildi. Domlar ko'chada. Vodoprovod suv kelmagan bizning ko'chamizga. Aha. Vodoprovod suv kelmagan, u vodoprovod suv kelgani bilan u suvlar chiqqani yo'q ko'p joyda. Mana Qurbonaydarovdan suv ta'minoti rahbar javob beradi. Kelinglar ham chiqmayapti. Do'stlikni topshirgani yo'q ham? Tarmoq tortilib borganmi? Suv tarmog'i. Assalomu alaykum. Yo'q, bular bormagan. Suv bormagan ko'chaga aka. Borgan joyga suv borgan joylarda ham hali biron marta kelgan joyini ko'rmadim. Uyiga qo'yganlar ham aytgani yo'q. Suv chiqdi mana 1 soat keldi yo 15 minut keldi degan joyi yo'q. Agar imkoni bo'lsa shu ko'chamizga addinli bir 15 aholiga yetadimi, 20 aholiga yetadiganmi quduq kovlashda imkoniyati bormi? Quduq kovlash imkoniyati bor, lekin u ichimlik suvi emas-da. İçimlik suvi kerak emas. İchimlik suvini shu vodovozda olib turamiz. Shu ekin-tekinga bir billa dashnab tursa bo'ldi, ko'mko'kkana bo'lib. Ekilgan narsalar hamma narsa qurib ketyapti ko'chada. Biz ertaga borib o'rganamiz, joyingizni, maylimi? Keyin siz bilan gaplashamiz. Erta borib o'rganaylik, joyini borib. Va'da bera olmaymiz. Artizan deyapsiz. Migrantlarni uchrashuv qilamiz. Artizan. Agar o'rganamiz, joyida telefonlashamiz, maylimi? Qarang aka. Ha. Agar sizlar shu narsani imkonini qilib bersalaringiz, ko'chaning nomidan men o'zim bitta
bochkasini qo'yib beraman. Ha, yo'nkisini, ha. Yo'nkisini qo'yib berib, o'zim tashkillashtirib, agar suv chiqarib bersalaringiz, shu aholiga o'zim tarqatib, elektr energiyasini to'lab boramiz qo'shnilar bilan. Yo, u Faqat sizlar suv chiqarib bersalaringiz bo'ldi. Biz endi artizanni qilmaymiz, ertaga tarmoqda ishlatib beramiz. Agar tarmoqqa ular joy yaqin bo'lsa, shu ularni suv chiqarib beramiz. Erta borib o'rganamiz. Vodoprovodni aytyapsizmi, tarmoq deb? Ha, vodoprovod aytyapman. U tarmoqlaringizdan foyda yo'q aka. Agar imkoni bo'lsa, quduqda aytingizlar, mana men yordam beraman yo'nkisida qo'shnilar bilan tashkillashtirib, buyog'ini hal qilamiz bizlar. Qarab Mayli, turmaylik. ertaga o'rganib chiqib siz bilan telefonlashamiz ertaga. Qani kim Ishlayapsizmi? Qurbon Haydar qilish bo'yicha o'rinbosarman. Mening telefonimni yozib oling. Ya, men ayting. 97lik 97lik 200 200 24 40. 24 40. Erta borib o'rganib shu yerda gaplashamiz siz bilan, maylimi? Yaxshi aka. Xo'p. Rahmat. Rahmat sizga ham. Mana 1,5 soat. Assalomu alaykum yana bir bor. Hurmatli uchrashuv qatnashchilari, hozir 1,5 soat mana asosiy o'sha xorijda yurgan fuqarolarimiz bilan suhbatni o'tkazdik. Avvalambor vaqtlaringizni ajratib biz bilan mana shu suhbatga kelganlar uchun hammalaringizga rahmat. Mana yana qanaqa murojaatlar bo'lsa, bu bizning migratsiya kanalimiz ishlayapti. Bemalol tashlashlaringiz mumkin, biz uni ishlaymiz. Mana o'tgan safar uchrashuvda ham berilgan, murojaat qilingan murojaatlar hammasi nimada chora-tadbir qilingan, yo'l xarita qilingan. Bu ham qilinadi. Bajarilishini nazoratga olamiz, birgalikda ta'minlaymiz. Umidsiz bo'lmasdan aytgan gaplarimiz qolib ketadi deb hammasini hozir taalluqli rahbarlari o'zi bajaramiz, qilamiz, falon kuni qilamiz deb aytildi. Masalan, aksariyat Ibn Sino mahallasidan chiqdi va Addash Tazlar tepadan, boshqa mahallalardan hamma murojaatlar albatta bajarilib, ya'ni o'sha bajarilgani bildiriladi. Endi hozirgi kunda migratsiya bo'yicha juda katta ishlar olib borilyapti. Agar kim boyagi birinchi murojaatchimiz aytganda Rossiyada ishlashdan qoniqmayapmiz, o'zimizni yurtimizga qaytishni xohlayapmiz degan odamlarga albatta qaytib kelinglar Rossiyadan yoki boshqa davlatdan. O'zimiz mana ish topib berishga ham yordam beramiz, vakant joylarimiz ham bor. Keyin kreditlar orqali ham tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilish barcha yo'nalishlarda hozir hurmatli prezidentimiz keng ko'lamli ishlarni ochib berganlar. Yoshlar bo'yicha ham alohida dasturlarimiz bor. Hokim yordamchisi yo'nalishida ham banklarimiz tomonidan ham bir qator ishlar amalga oshiryapti. Xotin-qizlar bo'yicha ham. Shuning uchun bemalol kelib, murojaat qilib, mana sizni gapingiz bilan biz qaytuvdik. Qanaqa yordam bo'ladi desanglar, biz mana shu kreditlarmi yoki vakant ish joylarimi hammasiga birgalikda ish tashkil qilamiz. Bugungi murojaatimizga ishtirok etgan tuman tashkilotlari ham o'zlariga yozib olganlaringizni albatta bajarib, buni nazoratini olish kerak. Botir, siz moderator sifatida o'zingiz nazoratga oling. Nasib bo'lsa buni bajarilishini hamma ta'minlasin. Qatnashganlar uchun hammaga katta rahmat, salomat bo'linglar. Yoshlarimizga mana yoshlar kuni yaqinlashib kelyapti. Yoshlar kuni munosabat bilan yana bir bor sizlarni hammalaringizni tabriklaymiz. Yoshlik qadriga yetib, maza qilib ishlab, yaxshi ko'ngilda, yaxshi kayfiyatda ishlash hammaga nasib etsin. Yaxshi niyat bilan faqat oldinga qarab harakat qilinglar. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.